Xo'p, bugun endi 3-shablon ishlaymiz. Xo'p, bismillah. Sanab o'tilgan hollarning qaysi birida haydovchi o'zining transport vositasini ichki ishlar organlari xodimiga ixtiyoriga berishi shart. Faqat kechiktirib bo'lmaydigan vaziyatlarda berishingiz kerak xolos. Ya'ni faqat transport vositangiz kechiktirib bo'lmaydigan qanaqadir xizmat vazifasini bajarmoqchi bo'ladigan bo'lsa, GAI xodimi siz ashunda berishingiz mumkin xolos. Xo'p, qaysi transport vositasining haydovchisi birinchi navbatda harakatlanish huquqiga ega? Bunday yo'q ekan. Xo'p, belgi o'rnatilganligi uchun, ya'ni bu belgi taqiqlovchi belgilardan toifasiga kirganligi uchun o'zi imtiyoz belgisi, lekin taqiqlovchi belgiga o'xshab ketganligi uchun bu transport vositasi yo'l berishi kerak. Buni yo'li to'sonligidan qat'iy nazar bu belgidan birinchi bo'lib harakatlanish huquqiga ega. Demak, birinchi bo'lib harakatlanish huquqi yuk avtomobilda bor. Qaysi belgi transport vositalarining belgida ko'rsatilgandan kam oraliq masofada harakatlanishini taqiqlaydi? Kam oraliq masofani S'dagi belgi belgilaydi. Xo'p, bu transport vositasini gabarit uzunligini belgilab beradi. Ya'ni transport vositasi bo'ladigan bo'lsa, bu transport vositasini gabarit uzunligi qancha bo'lishi kerakligini belgilab beradi. Xo'p, ikkinchisi, bu transport vositasini gabarit kengligini o'lchab beradi. Ya'ni kengligi 2 metr 70 santimetrdan ortib ketishi mumkin emas degani. S'dagi belgini kam oraliq masofa dedik. D'dagi belgi qaysidir belgi bilan o'rnatiladigan bo'lsa, shu belgining ta'sir oralig'ini ko'rsatib beradigan belgi hisoblanadi. Xo'p, yengil avtomobilning tom qismiga o'rnatilgan yukxonasidagi yukning balandligi maxsus moslamalar bilan mustahkamlangan holda velosipedlarni tashish bundan mustasno. Necha metrdan oshmasligi kerak? Xo'p, transport vositasi yengil avtomobil deb oladigan bo'lsak, mana yengil avtomobil deb oladigan bo'lsak, tom qismiga o'rnatilgan yukxona bo'lishi mumkin. Yukxonada yukning balandligi 1 metrdan ortmasligi kerak. Uzunligi bo'ladigan bo'lsa 0,5 metrdan ortmasligi kerak. Velosipedlar bundan mustasno deb keltiryapti Kaustichida. Ko'rsatilgan vaziyatda qaysi bo'lakdan o'ngga burish lozim? Xo'p, bu bo'lakdan siz A bo'lagidan o'ngga burishingiz mumkin. Ya'ni bu yo'lga hovliga kirib ketishingizdan ham A bo'lagidan foydalansangiz bo'ladi, hovlidan chiqayotganda ham A bo'lagidan foydalansangiz bo'ladi. Chunki A bo'lak qolgan qatnov qismidan uzuk chiziq bilan ajratilgan ekan. Shuning uchun ruxsat berilaveradi. Tartibga soluvchining mazkur ishorasi quyidagini bildiradi. Xo'p, tartibga soluvchi bu ishorasi bo'ladigan bo'lsa, orqasi bilan o'ng tomoni harakatlanish mumkin emas. Oldidagi faqat o'ng yura oladi. Chap tarafdagi transport vositalari hamma yo'nalishga harakatlanishga ruxsat berilaveradi. Demak, bu ishorasi oq bilan sariqda to'xtatib qo'yadi. Yashil o'ngga porut yonganligi uchun yashilga ruxsat beriladi. Qizil, ko'k, yashil harakatlanishi mumkin, oq bilan sariq harakatlanishi taqiqlanadi. Ko'k, qizil, yashil avtomobillar harakatlanishi ruxsat etiladi, sariq bilan oq mumkin emas. Aholi punktlaridan tashqarida yengil avtomobillar qanday eng katta tezlik bilan harakatlanishi ruxsat etiladi? Aholi punktlaridan tashqarida yengil avtomobillar soatiga 100 km etib belgilangan. Xo'p, chorrahada aylanma harakatlanish tashkil qilingan. Siz yaqinlashib kelayotgan chorrahaning qatnov qismi ikkita harakatlanish bo'lagiga ega. Chorrahaga kirishda burilish uchun qaysi tasmani egallashingiz lozim? Xo'p, chorrahada aylanma harakatlanish tashkil qilingan bo'lsa, o'rtada siz kirayotgan chorraha ikkita harakatlanish bo'lagiga ega ekan. Siz ikkala bo'lakka ham kirsangiz bo'laveradi. Ya'ni ikkala bo'lak bo'yicha ham kirsangiz bo'laveradi. Siz qiyalikda svetoforning ruxsat beruvchi ishorasini kutib to'xtadingiz. Bunda avtomobilni joyida to'xtatib turishning eng yaxshi usuli. Xo'p, qiyalikda svetoforda ruxsat beruvchi ishorasini kutib turayotganingizda eng yaxshi usul to'xtab turish tormozi bilan amalga oshiriladi. Ya'ni o'zimizning xalq tili bilan aytganda ruchnoy tormoz. Birinchi uzatmaga ulanmaydi, ya'ni birinchi uzatma ustidan ulanmaydi. Ikkinchisi, yurgizgichni o'chirib qo'yish, past uzatmaga o'zasi yo'q. Bu ham noto'g'ri. Ichki tormoz tizimi, ya'ni bu ichki tormoz tizimi pedalsiz hisoblanadi. Pedalda esa turish ancha noqulay hisoblanadi. Shuning uchun to'xtab turish tormozi ancha samarali hisoblanadi.
Xo'p, qaysi hollarda velosipedchilarga qatnov qismining o'ng chekkasidan chiqishga yo'l qo'yiladi? Velosipedchilar faqat ruxsat etilgan holatda o'ng chekkadan chiqishga ruxsat etiladi. Ya'ni shu holat bo'ladigan bo'lsa, velosipedchilar shu yo'llarda harakatlanishi kerak. Qachonki velosipedchi yoki chapga burilmoqchi yoki qayrilib olmoqchi bo'ladigan bo'lsa, shunda boshqa transport vositalariga xalaqit bermaganlik sharti bilan ruxsat beriladi xolos. Piyodalarga yo'lni piyodalar o'tish joyidan tashqarida kesib o'tishga ruxsat etiladimi? Xo'p, o'rtada ajratuvchi mintaqa yo'qligi uchun to'g'ri burchak ostida, ya'ni 90 graduslik burchak ostida ruxsat beriladi. Xo'p, piyodalarga ko'rinadigan oralikda o'tish joyi yoki chorraha bo'lmaydigan bo'lsa, ajratuvchi mintaqasiz va to'siqsiz yo'llardan yo'lning ikki tomoni yaxshi ko'rinadigan joyidan qatnov qismini kesib o'tishga ruxsat etiladi. To'g'ri burchak ostida mana. Bu joyda hovliga burilishga ruxsat etiladimi? Ruxsat beriladi. Ya'ni uzuk chizib bo'lganligi uchun uzuk-uzukni bosib o'tishga ruxsat berilaveradi. Ushbu belgilar aholi punktlarida xavfli yo'l qismini boshqarishdan qancha masofa oldin o'rnatiladi? Xo'p, hammasi ogohlantiruvchi belgilar ekan. Aholi punktlarida bo'ladigan bo'lsa 50-100 metr bo'ladi. Aholi punktlardan tashqarida bo'ladigan bo'lsa 150-300 metr bo'ladi. Hozir aholi punktlarida deb so'raganligi uchun bu javobni belgilaymiz. Xo'p, avtomagistralda shatak olishga ruxsat etiladimi? Istalgan usul bilan ruxsat beriladi. Ya'ni avtomagistralda eng kam tezlik 40, shatakka olishda maksimal tezligi 50. Siz mana shu 40 bilan 50 da orasida har qancha tezlik bilan shatakka olsangiz bo'ladi, xohlagan usulingizda. Belgilangan yo'nalish bo'ylab harakatlanayotgan avtobus haydovchisi ushbu sharoitda yo'l berish kerakmi? Albatta yo'l berish kerak. Ya'ni tramvay yo'li bilan boshqa relsiz transport vositalari yo'li kesishadigan bo'lsa, har doim tramvay ustunlikka ega. Yo'l berishi kerak. Qaysi transport vositalariga harakatlanishga ruxsat etiladi? Xo'p, tartibga soluvchi bu holatda turgan bo'lsa dedik, orqasi bilan o'ng tomoni to'xtab turadi. Oldidagi faqat o'ng yura oladi dedik. Demak, bu holat bo'ladigan bo'lsa, oldidagi transport vositasi pоворot yonganligi uchun bu transport vositasi hamma yo'nalishga yursa bo'laveradi. O'ngga ham, chapga ham, qayrilib olishga ham, to'g'riga ham harakatlanishi mumkin. Xo'p, yashil o'ngga pоворot yaqin yoniligi uchun qizilda, ko'kda, yashilda harakatlanishga ruxsat beriladi. Tirkamali yengil avtomobillarga yo'lning shu yo'l belgisi o'rnatilgan qismida qanday eng katta tezlik bilan harakatlanishga ruxsat etiladi? Bu yo'l belgisi aholi punktidan tashqari degan ma'noni bildiradi. Ya'ni aholi punkti nomi, aholi punkti shunchaki aholi punktidan tashqari, shunchaki nomni o'zini bildiradi xolos. Shuning uchun tirkamali yengil avtomobillar soatiga 80 tezlik bilan harakatlanishi mumkin. Ya'ni aholi punktidan tashqari joyda ham, bu belgi o'rnatilgan joyda ham bir xil soatiga 80 tezlik belgilangan tirkamali yengil avtomobillarga. Odam tashish uchun mo'ljallangan yuk avtomobili yukxonasida o'rnatilgan o'rindiqlar yukxona pastki qismidan qancha balandlikda mahkamlangan bo'lishi kerak? Xo'p, yukxona deb oladigan bo'lsak, yukxonani shu o'rindiqlar 0,305 metr, ya'ni shu joydan pastki qismidan o'rindiqda eng baland nuqtasigacha 0,3 yoki 0,5 metr masofada bo'lishi kerak. Ya'ni 30-50 santimetrda balandlikda bo'lishi kerak. Xo'p, ushbu yo'l belgisini mana bildiradi. Xo'p, bu yo'l belgisi transport vositasini umumiy haqiqiy vaznini belgilaydi. Ya'ni bundan ortig'ini taqiqlaydi. Ya'ni masalan, transport vositasi yuki transport vositasini o'zi yoki yo'lovchilar bo'ladigan bo'lsa, yo'lovchilar bilan birgalikdagi umumiy vazni 7 tonnadan ortib ketadigan bo'lsa, harakatlanish mumkin emas degani. Xo'p, belgida ko'rsatilgandan ortiq yuk ko'taruvchi avtomobillar yo'q. Umuman bunga ruxsat berilaveradi. 7 tonnadan ortib ketmasligi kerak. Umumiy haqiqiy vazni yo'lovchilar va yuk vaznini qo'shgan holda belgida ko'rsatilgandan ortiq transport vositasini, shuningdek transport vositalarining tarkibini harakatlanishini taqiqlab qo'yapti mana. Xo'p, M2, M3 toifadagi transport vositalarining shina protektori M2, M3 avtobuslar bo'ladi. Avtobuslarda 2 mm bo'ladi.
Xo'p. Mana natija 100% bo'ldi. Menimcha tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Tushunmagan birorta savolinglar bo'ladigan bo'lsa, bemalol murojaat qilsanglar bo'laveradi.